Boshladik. Bu savolli javobini o'zim ham 24 soatdan beri intizorlik bilan kutaman. Ananaschi haqiqatdan bor. Sen olding g'olibni aniqla, g'olib et, keyin savolingga javob ber. O'rtoqlar, g'olibni aniqladik. To'g'risi kutilmagan bir voqea bo'ldi. Bizda kecha Sabina degan ismli qizimizda 3846 ta layk bilan yutdilar, lekin o'z yutuqlarini Dilara Faridovnaga bervordilar. Bular mendan ham ko'ra muhtojroqga o'xshadilar. Shularga beringlar, men roziman debdilar. Baraka toping. Sizdek yurtdoshlarimiz bizda ko'paysin. G'oliblar haqida batafsil videoni ipoteka profilini istoriyasiga joylaganmiz. Bemalol ko'rib tanishishingiz mumkin. Men to'g'risi juda ham hayratlandim. Hozirgi kunda o'zi yutib olib turib, yutug'ini boshqasiga berib yuboradiganlar juda ham kam. Sabina, siz ham ishlaringizga omad. Biz videomizni davom ettiramiz. Endi ayting, bo'la qoling. Xo'p, endi haqiqatni aytadigan bo'lsam, ananasga keladigan bo'lsam, ananas boshida bor edi, to'g'risi. 15 kun, 20 kun gaplashdik, tanishdik, to'g'risi. Keyin qarasam bo'lmaydi. Sal ozgina oldimda yurib, qarasam ikkita qanotlari chiqyapti. Keyin to'xtatdik. Bo'ldi, to'g'risi mana. Endi meni savolim, ana boshida urushganimizda chiqdingiz, mana telefonlarni olib, ertaga notariusga mana shu soatga kelgin. Bolamni nomimga o'tkazib ber deb. O'sha paytda rostdan bolani nomidan chiqarib olmoqchimini? To'g'risini ayt. To'xtab turing jonim, javob berishdan oldin reklamamni aytib oling. 50 milliondan 300 million so'mgacha naqd pul ko'rinishda pul kerak bo'lsa, ipoteka xizmatida bitta pasport va garov evaziga olishingiz mumkin. Garovga uy, mashina yoki noturar bino qo'yib, bir kunda olib chiqib ketasiz. Hududlarimiz: Qarshi, Samarqand, Andijon va Toshkent. Endi siz savolingizga javob bersam, yo'q. Yo'q. Men nima qilardim? Chaqir. Siz qanaqa otaligingizni men ko'rganman, bilaman. Nima desa bo'ladi? Bu ayollarning bir mashinatsiyasi deydimi? Men so'zimga qaytarmoqchi bo'lib, men bilan ko'rishmoqchi bo'lgansiz. Ko'rishish maqsadida shundan foydalanganman. Kechiring. Endi meni savolim juda ham jiddiy. Yutqizsangiz ham mayli o'zim to'lab beraman, lekin men shu savolni javobini olishni xohlayman. Biz urushgan vaqtimizda juda ham ko'p shov-shuv bo'ldi. Balkim o'zingiz ham eshitgandirsiz. Bitta buvshingiz bilan отношениyalarni tiklamoqchi bo'lgan ekansizlar. Shu gap rostmi? Kim aytasa? Ismini aytishga ham hazzar qilaman. Gapiring.